Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun men sizlarga bir foydali bir ichimlikni tayyorlashni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga limon va imbir kerak bo'ladi. 3 dona limonni mana bunday parrak shaklida to'g'rab olamiz. Imbirni ham kichik bo'laklarga bo'lib to'g'rab olamiz. Barcha masalliqlarimizni esa go'sht qiymaligichga solamiz. So'ngra toza asaldan 3 osh qoshiq solamiz. Masalliqlarimizni bir xil qorishma hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan masalliqlarimizni mana bunday muz qolipchalarga solib, muzlatgichga soqib qo'yamiz va har tongda bir bo'lakdan solib iste'mol qilamiz.